Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga katta asfaltni bo'yida, Farg'ona Rishton yo'nalishida, Qalaynov hududida katta asfaltni bo'yida mana shu elektrik akalarimizni yonida mana shu quruq bo'sh tomorqamiz sotuvga qo'yilibdi. 13 sotuvdan iborat ekan. Kimda kim imkoni bo'lmaganlar ikkiga bo'lib olishingiz ham mumkin ekan. Birorta o'zingizmi yoki birorta yaxshi qo'shni topib turib ikkiga bo'lib olsangiz ham bo'lar ekan. Ichkari holatlarni birgalikda ko'rib tanishib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu sotuvga qo'yilgan 13 sotuvli tomorqamizning ichki ko'rinish holatlari. Egalaridan birozim hujjatlardan muammo yo'qmi desam, shunda qo'limgacha ushatib qo'yishdi. Mana hujjatlarni ko'ringlar. Hamma hujjatlari yaqin 20 ga yaqin varaqda tayyorlatib qo'yishgan ekan. Gaz, suv, svetdan eng yaxshi tomoni gaz, suv, svetdan muammo yo'q ekan, hujjatdan muammo yo'q ekan. Xolasangiz uy-joy qilishingiz mumkin ekan. Xolasangiz yo'lda bo'yiga biron bir chiroyliroq, ko'rkamroq qilib magazin qilishingiz mumkin, ustaxona qilishingiz mumkin yoki shunga o'xshash binolarni qilib yaxshi tadbirkorlarga, yaxshi bir ustaxona ochuvchilarga, yaxshi bir mo'yka qiluvchilarga arendaga berib qo'ysangiz bo'ladi. Menimcha sammoyka uchun ham zo'r variant. Hurmatli kuzatuvchilar, bo'sh tomorqamiz yoqqan bo'lsa, sizlarga tavsiya qilib qolgan holatda pastda egalarning raqamlarini qoldirib ketamiz. O'zingizlar murojaat qilib, telefon qilib kelib ko'rishingiz ham mumkin. Yoqsa gal sotig'ini $3000 dan deyishyapti. Rishton uy-joyi sizlarga eng yaxshidan tavsiya qilib qolamiz, bosib boramiz.